O'yinni smeysitili mana shunaqa membranasi bor. Rezinkaligin ajoyib. Bitta zo'r gap aytaymi? Zenitdagi ikki do'st degan nomlagan obyektimizni noldan o'zimiz qurilishini boshlab ko'rsatib borganmiz. Hozirgi paytda qurilishlar bitib bo'ldi, planirovkalar bitdi. Masalan, hovlini, orqa hovlini planirovkalari, endi otoplenlarni, xizmatlarni deyarli bitirib bo'lib qoldik. Kotelniga ishlar yaqinlashib qoldi. Undan tashqari, masibada ko'rib turgan elektrik ishlari, simlar tushyapti. Elektrikani ham o'sha bitta o'zimizni jamoa bitta qo'ldan chiqyapti. Endi kotelnik kiramiz. Muddat muhim bo'lganligi sababli bir paytda o'zida gipsokarton ustalari, elektrik ustalar, undan tashqari kotelimiz mana Wisman kotel olganmiz spotga, turbalardan SPK radiator Verton radiatorlari. Kotelxonaga kirib kelyapmiz. Xudo xolasa mana shu simlari ham hammasini o'zimiz bolayapti. Davleniya уже mana bu turibdi, bu yerda yo'q demay уже ochib yuborishdi. Gidrokollektor kelgan, drenajniy yama bor. Bu yerda suxoy montaj ketyapti. Murod, salom berib. Yaxshi. Yonsan, charchamoqsam. Xo'sh, senga ikki og'iz bilan tushuntiraman. Nima sababdan mana shu joyga latun kran ishlatiladi? Bu yerga plastmas kran ishlatilsa, bilasan, vaqt o'tib ozginadan keyin ventili, qum yig'ilib, yo nima bo'lib turib, bitta ochgan tars etib uzilib qolishi mumkin. Endi bu nadejniyroqda. Nadejniy deganda mana shu nadejniy narsalardan ham foydalanish kerak mana. Даже воздуха сбрасывание вверх kiygan, havo chiqargichlar. Kommentariyada yozinglar, uyi bitganlar, kotelnisi bitganlar, mana shu boynerning orqa tomoni sizlarda ham latunlimi yoki plastmas kranmi, PPRlarmi? Mana bu nima nasos bu? Resirkulyatsiya nasosi. Resirkulyatsiya nasosimiz bronza latundan qilinadi. Sababi oddiy sirkulyatsiya nasosi qo'yilsa, u chugundan bo'ladi. Bu endi odam cho'miladi, idishda yuvadi, og'zini chayadigan, tishlarni yuvadigan, issiq suvni aylantirib beradigan nasos. Shu sababli agar latun emas, oddiy chugun nasos bo'lsa, og'zimni chayganda zangi ta'mi kelib turadi. Chugundan o'sha zanglar, qora temir nima zanglar o'tishi mumkin. O'shaning uchun zanglar emas, latunli mana masalan sirkulyatsion, resirkulyatsion nasos qo'yiladi. Vilo. Diametri kichkina qo'ysa ham yetadi. Mana shunaqa holatda chiroyli qilib montaj. Quyosh kollektorning hisobini olamiz doim. Kommentariyada foydali deb yozib, tanishlarga tirslatib qo'yamiz. Sog' bo'ling.